Osmani sultanları. Sultan İbrahim. Osmani dövletining 18 padişahı. Hüküm sürgen devri 1640-yildan 1648-yilgacha. 1-Ahmedning Kösem sultandan tug'ilgan o'g'li bo'lib, 1640-yili 25 yoshida taxtga chiqdi. Shahzodalik hayoti o'ldirilish xavfi ichida o'tdi. Sultan İbrahim salong emas edi. O'ldirilish xavfi uning mingisini chirmaverib, ruhiy holatini qalaymaqon qilib o'tgan edi. Padişahlıqning tunji yillari 4-Murat barliq keltirgan xotirjam muhitda o'tdi. İbrahimning ojiz xarakterlik bo'lishi davlat ishlarining boshqalarga o'tib ketishiga sabab bo'ldi. Oldin ta'minlangan bu tuzilma qisqa vaqtdan keyin buzildi. U bilim va xarakter jihatda ojiz edi. Ruhiyati ojiz bo'lg'achqa asonli ayollarning ta'sirida qolgan edi. Davlat arboblari yig'ilib Sultan İbrahimning taxtdan tushirilishiga qaror berdi. Qabrisi 1-Mustafaning yonida, ya'ni Aya Sofyaning beg'idadir. الصديق فخرا وابن عفان البعر سلان والفاتيح عثمان وابنتا شفين والغازي سليمان اسأل الرومان عنهم والمجوس